o'zi eng qimmat olgan loyihangiz aytib beramiz. Eng qimmat olgan loyihamiz отдел продажini подключ olishimizda eng qimmat olinadigan loyihalarimiz endi. O'zi sotuv bo'limingiz bo'lganmi? Sotuv bo'limi bo'lgan. Masalan, men proyektni eng qimmat olish mumkin bo'lgan loyiha bo'lgan. U olingan, u loyiha olingan ham. Bilsanglar, Artikul Aziya Kabel. Shularga xullas ham borganman. Ularga sotuv menejeri kerak bo'lgan o'zi. Sotuv menejeri kerak bo'lgan. U paytda agentsiyani endi ochgan paytim 3 kishimiz, jamoada 3 kishimiz bor yo'g'i. Eng qizig'i jamoada boshqa hech kim yo'q. Qanaqa pozitsiya? 3 ta rahbar. 3 ta sherik bor, xodim yo'q. Shunaqa 3 ta xodim bor, keyin 3 ta rahbar bor, xodim yo'q. O'zimiz hamma ishni o'zimiz qilamiz, eng qizig'i. Bir kun vakansiya chiqib qoldi, ya'ni Headhunter'ga o'zimizni o'sha marketolog, ham sotuv menejeri deb rezyumemizni qo'yib qo'ygandik. Keyin shu bo'yicha menga telefon qilib qolishdi. Sizni shunaqa optingiz bor ekan, sotuv menejerlik bo'yicha chaqirsak bo'ladimi deydi. Xo'p, nima soha? Kabel. Bo'pti dedim. Qayerda bo'ladi собеседование desam, mana shu joyda. Xullas Atlas nimasi bor bilsangiz, biznes center bor. Mirzo Ulug'bekda ham bor, 2-3 ta joyda bor Atlas. O'shdiki keyin meni chaqirishdi. Chaqirishuvdi, bo'ldi dedim, kelishdik. Men aytdim, faqat men dedim, marketologman dedim. Men ko'proq marketingda tushunaman, sotuvda ham lekin bilaman, yaxshi bilaman dedim. Agar sizlarga sotuv menejeri kerak bo'lsa, demak katta ehtimol bilan sizlar dedim, marketing ham yaxshi ishlamayapti dedim. Chunki dedim, sotuvni oshirish uchun ham birinchi navbatda trafikni olib kelish kerak edi. Buni tushuncha bergandim. Opa xullas aytishdi, gap so'zimdan boshqamdan bo'ldi, keling deyishdi. Menimcha rahbar gaplashib ko'rsa, ma'qul bo'lasiz deyishdi. Xo'p dedim, bordim. Borganimda keyin ochig'i ko'pirtirish emas, kirganimda axrani как положено o'sha nimalarimni tekshirib ko'rib, tepaga chiqarib yubordi. Chunki eng katta rahbarning oldiga. Tepaga keyin chiqqanimdan keyin qarasam 3-4 ta akalar o'tirishibdi. Hammasi ani kostyum, papka, galstuklar taqib olib, как положено o'tirishibdi. Men endi o'sha kuni to'g'risi suhbat bo'lishi esda ham yo'q. O'zimiz endi ishlarimizni qilib boshqa qilib yurardik. Krossovka, jinsovka, futbolkalardan ham xullas, mana shunaqa kiyimdaman. Keyin aytishdi, suhbatga keldim desam, Bobursiz-a deyishdi. Endi men bilan zo'r gaplashuvdi. Ha desam, bo'ldi kiravering dedi. Formada kelmabsiz-da deyishdi. Men aytdim, esdan chiqib opam desam, ha bo'pti kiravering deyishdi. Kirdim, xonalariga kirsam, endi haqiqatdan ham xona juda ham hashamatli. Ko'rsangiz вообще endi nima deydi? Hamma yo'q zolotiste, chiroyli. Kirsangiz endi katta kreslolar boshqa. Endi kirganda men o'sha duxumga o'tirib bo'ldim. Sirazi ko'rib, rahbarni ko'rsam, rahbari ham endi turishibdi, juda solidniy inson turishibdi. Ismlari endi Bahodir aka edi adashmasam. Keyin borib o'tirdim. Xullas, bu yoqda direktorskiy bo'lsa, oldida 2 ta bo'ladi-yu, mana bunaqa stul bo'ladi, bilsangiz. Stullar ham har bittasi og'ir stullar xullas. Keldim, o'tirdim, o'tirganimda bundoq o'tirib ularga qaraydigan bo'lsam, noqulay. Chunki meni qanaqadir svobodniy gapirishimga qo'ymaydigan holatda, tushundingizmi? Keyin men o'yladim, ketdim mana shu stulni to'g'rilab olay dedim o'zimga. Og'ir bo'lsa ham bundoq to'g'ri qilib, to'g'ri sizga qanaqa qaragan bo'lsam, xuddi shunaqa o'tirib, assalomu alaykum aka, yaxshimisiz, suvmisiz deb o'zimni tanishtirib ketdim. Keyin aka shunday eshitishdi, yoqtirishmadi. Men unaqa nagliligimni boshqani yoqtirmay turib aytishdi. Xo'p, qatlarda ishlagansiz, nima ish qilgansiz deb so'rashdi. Men aytdim, aka dedim, men o'zimni marketing agentstvam bor dedim. Men sizga berishga taklifim bor dedim. Desam, nima taklif deydi? Sotuvingizni oshirishdi, marketingingizni dedim, yaxshilab rivojlantiramiz. Men ko'rib chiqdim dedim, ijtimoiy tarmoqlaringizni ham, saytlaringizni ham hammasini ko'rib chiqdim dedim. Sal noto'g'ri yo'nalishda ketyapsizlar dedim. Agar misol uchun men dedim, do'g'ri qiladigan bo'lsak, men takliflarimni agar eshitib ko'radigan bo'lsangiz, sizni ham sotuv bo'limingizni, ham marketingingizni rivojlantirib berishim mumkin dedim. Desam, kim qo'ydi sizni oldimga deydi. Sekretariy desam, tezda men hozir chaqiraydi, aka to'xtang endi. Meni eshitib ko'ring dedim. Realno dedim, hozir agar marketologingiz yaxshi ishlayotgan bo'lsa dedim, mana bunaqa o'chiritda sotuv bo'limi rahbarlari boshqasi o'tirmagan bo'lardi sizda dedim. Endi ham yosh bo'lganmiz, juda endi panyatkani berib nima qildim keyin. Aka eshitib o'tirib, g'ayratim endi jo'shib turgan payt, loyihani yopishim kerak degan payt keyin aytishdi. Gap so'zim yoqib, bo'ldi deyishdi. Men siz bilan ishlayman. 3 kundan keyin to'liq strategiyangizni tayyorlab keling deyishdi. Zavodimga kelasiz deyishdi. Zavodlarning lokatsiyani men o'zim tashab beraman. Yozing menga deyishdi. Yozdim, Telegramda menga tashab berishdi lokatsiyani. Endi biz keyin o'zimizcha uchalamiz o'tirib olib bitta kafega borib, o'sha yerdan chiqib, o'sha o'zimizni cho'nchagimizda bor pullarimizni maydalab,
kafeda, restoranda hozir ko'chib turamiz deb keyin kompyuterlarni qo'yib olib, mana biznes nimalar o'tiradi, mana shunaqa qilib, kofelar damlab olib, syomkalar qilib o'zimizni rasmlarga tushib boshqa qilib, bo'ldi, короче, zo'r nima qilamiz deb o'tirib olib, miyamizda mana bunaqa taklif qilamiz, bunaqa taklif qilamiz deb katta endi loyiha deb zo'r endi ani proyektni qildik, strategiyani qildik. O'zimizga ishonch va ming keyin bordik. Sherigimiz Nexus 3 bordi, bilan chiroyli bo'lib kostyum shimlarni kiyib bordik. Kirishda уже охраналар, как положено охраналар tekshirib boshqa qilib, hamma yo'g'imizni ko'rib, mashinalarni ko'rib, keyin kirgizib yuborishdi. Ichkariga kirishda ham xuddi shunaqa etaplardan o'tib boshqa bo'lib tepaga chiqdik. Tepaga chiqsak ham hamma xodimlar o'ziga akkuratni ko'rinib turibdi, yaxshi pul topishdi. Ichkariga kirdik. Kirganimizdan keyin qarasak, o'sha katta переговорный stol o'tiribman. Bahodir aka kelishdi. Yengil o'shani nima deydi, sportivkalarda, krossovkalarda rahbar endi kirib kelishdi. Endi haybatlari вообще zo'r bilinib turibdi. Qalaysiz Bobur deb kelib so'rashib, zo'r men bilan iliq so'rashib boshqa qilib. O'tiring deydi. Tayyormi deydi. Ha, tayyorsam. Bo'ldi deydi, xullas men hozir bolalarni chaqiraman deb. Adashmasam, eng katta marketologlar Doniyor degan bola keldi. Bizdan menimcha 1-2 yosh katta aka, fikrlari zo'r o'tirishibdi. Aka sразу meni yoqtirishmadi, Doniyor aka yoqtirishmadi. Nimaga? Chunki konkurentda marketing bo'yicha taklif berish kelganmi, ko'rib turishibdi, konkurent ularda bor uchechkalarda ham kerak bo'lsa ochib berishim mumkinmi? Shuni bilib, meni uncha yoqtirishmadi. Keyin nima taklif? Polni men prezentatsiyani tushuntirib ketdi boshqa. Eng qizig'i ular 5 kishimi 6 kishi o'tirgan bo'lsa, men bitta sherigim bor, sherigim lekin shu borganimizda salomlashgan bo'lsa, shu bilan oxirida keyin xayrlashib chiqib ketdi xolos. Eshitib faqat mana bunaqa o'tirdi xolos, suvni ichadi, shu. O'tiribman 5 taga qarshi bitta o'zim, sotuv bo'limi rahbari ham bor, marketologi ham bor, boshqa bo'lim rahbarlari ham bor. Hammasi o'tiribdi, hammasi taqillab savol berib turibdi. Savalyapti. Ha, savalyapti. Bitta har bittasiga javob berib chiqib turibman. Shunaqa endi o'zimga ishonch zo'r, keyin menga aytishdi. Xo'p deydi. Bobur, hozirgi oborotimiz deydi, adashmasam u paytda 15 milliardmi shunaqa deydi. 15 milliard oylik oborot deydi. Dollarmi, so'm? Aniq esimda yo'q, to'g'risi. Aniq esimda yo'q. Mana shunaqa deydi. Shuni deydi, dekabrgacha, taxminan 6 oymi shunaqa vaqt oralig'ida. Dekabrgacha deydi, qanchaga ko'tara olamiz deydi. Keyin 2 baravarga 2 ga ko'tara olamizmi yo'qmi deydi. Men aytdim, ko'tarsa bo'ladi. Xo'p, ko'tarishimiz uchun xo'p nima ishlar qilishimiz kerak? Oylik rasxodimiz qanchadan bo'ladi deydi. U yoq bu yoq hisobladim. To'liq adashmasam 387 million hisoblab berdim o'sha paytda, bir oylik rasxodni. To'liq adashmasam 397 millionmi shunaqa hisoblab berdim. Hammasini cho'tka qilib tushuntirib berdim. Mana shu ishlarni qilsak, taxminan dedim, yaxshigina ahvat olib, mana shunaqa rezultat qilsak bo'ladi inshaalloh dedim. Sam xo'p deydi. Bo'lmasam deydi. Agar ishni boshlaydigan bo'lsak deydi. Qanaqa bo'ladi? Men aytdim, mana shunaqa to'lovlarni qilasiz, ishni boshlaymiz. Aytishdi, qo'lingizdan keladimi? Men endi shuncha narsani tushuntirganimdan keyin, 5 taga qarshi chiqqanimdan keyin, xodimlarni anu qilayotgan xatolarni gapirganimdan keyin o'zimga ishonchim 100%, agar jamoa bo'lsa, o'sha ishni qila olishimga 100% ishonaman. Lekin endi ikkinchi taraf bor, menda u darajada ish qilib bera oladigan jamoam yo'q. Lekin ularda oldida shuncha katta gapirib qo'yganimdan keyin past ketmaslik kerak baribir. Men aytdim, ha, qo'limdan keladi. Desam, bo'ldi Bobur deydi. Do'gur bering deydi. To'lovingizni shu haftani o'zida o'tkazib beramiz, xudo xolasa, ishni boshlang deydi. 50% ni oyligingizda, bir oyligingizda o'tkazib beramiz. Qolgan 50% ni oyda oxirida mana shunaqa qilib ketadi deydi. Faqat do'gurga shu частini kirgizib qo'ying deydi. Ya'ni shu dekabrda shuncha summani misol uchun 2x ga oshirishni maqsad qilib qo'ydik deb o'sha joylarni do'g'ri kiritib qo'yasiz faqat deydi. Ishni boshlaymiz davay deydi. Bo'ldi, kelishdik dedik. O'sha joydan endi biz xursandmiz, juda ham xursandmiz. Ularning xodimlari hammasi недовольный, yoqmayapti ularga endi. Butun tizimni o'zgartirishimiz kerak boshqa, lekin chiqishga chiqdim. O'zim ham juda xursandman. Shuncha summa endi birdaniga topaman ekan, tushiraman ekan degan narsa. Keyin o'zim borib do'g'irlar tayyorlashni boshqani boshlagan paytimizda jamoani ham yig'ishni boshlashimiz kerak edi aslida. Borib o'yladim. Bir o'g'ilman baribir. Bitta o'g'ilman. Ertaga Xudo ko'rsatmasin baribir. Qanaqadir holat bo'lib, u ishni qila olmasam-chi deb o'ylab qoldim. U yerda endi men переговор paytida o'sha narsani o'zim uchun isbotlash edi maqsadim. Ya'ni shunaqa katta loyihani shunaqa summaga yopa olamanmi, yo'qmi degan narsa men uchun juda katta bir o'zimga maqsad qo'yilgandi. Men bu narsani o'zim uchun isbotlab qo'ydim.
rozi qilishdi, isbotlab qo'ydim, lekin amalga oshirishda ikkilanib qolganim uchun proyektni olmadim. Rosa menga telefon qilishdi, keyin Bahodir aka ham telefon qilishdi, xodimlari ham telefon qilishdi. Qachon boshlaymiz deyishdi. Mana tayyor bo'ladi, ana tayyor bo'ladi deb proyektni olmadim keyin. O'zim endi baribir ham qanaqadir qo'rquv bo'ldi, ertaga baribir ham javobgarlik bor, shuncha pulni to'lab berganlaridan keyin ertaga baribir ham u narsani agar qilib bera olmasam, ular norozi qilib qo'ysam, nima bo'ladi degan narsa bo'ldi. Tanish bilishlarimizdan maslahatlashgan paytimizda olaver, bosib ber, agar qanaqadir yaxshi rezultat ko'rsatib bersang ham, u keyin senga baribir rahmat deydi degan joyda keyin dedim, unaqa holat hali menga begona, norozi qilib qo'ymay deb o'sha narsani keyin olmadim, u loyihani olmadim. Shunaqa bo'lgan. Necha pullik bo'lgan? Endi oyiga 387-397 million hisoblab ko'ring, qancha pul bo'ladi. Har oy tushadigan bo'lsa, taxminan 6 oy. To'g'rimi? Yo'q, u xizmatli ichi ham bor. Endi u to'liq xarajat bo'lgani bilan xizmatda o'ziga u yoq bu yoq bir 200 millionga yaqin pul bor edi. Shunaqa. Uslugani o'zi. 200 milliondan kechordingizmi? Shunaqa. Endi u nima deydi? U pulni olish mumkin edi, lekin katta ehtimol bilan agar u narsani qila olmasam 6 oydan keyin shu bilan karyerani tugashiga olib kelardi bu narsa. Shuning uchun men boshqa yo'l tanlaganman.